Shuning uchun ham ayollarning o'zlari ham tan oladi. Erni topganida baraka bor deydi. Ayolni topganida baraka yo'q deydi. Hattoki ba'zi bir ayollarda shunaqa maqollari bor. Erim topganini o'ynab yeyman, bolam topganini o'ylab yeyman deydi. Ya'ni er topsa xonadonda baraka bo'ladi. Er mehnat bilan shug'ullanib, kasb-hunar bilan mashg'ul bo'lib, oilasini va o'zi qaramog'i ostida bo'lganlarning nafaqasini ado etish uchun mehnat qilsa, shunda baraka bor. Ammo erkak yalqovli bo'lsa, dangasa bo'lsa, ish yoqmas bo'lsa-chi, loqayd bo'lsa-chi, ayol kishi majbur bo'ladi kasb-hunarga, tirikchilikka qo'l urishga. Unda baraka bo'lmaydi. Baraka bo'lmasligi xonadonda doim janjal, kelishmovchilik, nizo, husumat, tortishuv. Holbuki tortishuv bo'lgan joyda umuman Alloh taoloning barakalari ko'tarilib ketib qoladi, yog'ilmaydi, nozil bo'lmaydi.